Diqqat, O'zgidromet o'zbekistonliklarga dekabr oyida kutilayotgan bir oylik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat! Dekabr oyida O'zbekiston ob-havosi juda sovuq bo'lib, harorat 2 darajani tashkil etadi. Sizga issiqroq kiyinishingizni va o'zingiz bilan albatta qo'lqoplaringizni olishingizni maslahat beramiz. Dekabr oyi davomida O'zbekistonda 3-8 kun yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Yomon ob-havoda shamollab qolmasligi uchun o'zingiz bilan albatta soyabon ham olishni unutmang. Siz dekabr oyida O'zbekistonda bir necha kun davomida qor yog'ishiga guvoh bo'lishingiz mumkin. O'zbekistonda sayohatingiz davomida sovqotmaslik quroli ob-havo uchun mo'ljallangan etiklaringiz va issiq kiyimlaringizni olishingiz juda muhimdir. Dekabr oyi qishning ilk oyida o'rtacha oylik harorat normaga nisbatan 1-1,5 daraja baland bo'ladi. Birinchi 10 kunlikda havo asosan kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Ikkinchi 10 kunlikda esa harorat keskin o'zgarib turadi. Kechasi 2-7 daraja iliqdan 0,5 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 12-17 daraja iliqdan 2-7 daraja iliqqacha. Oylik yog'ingarchilik miqdori norma atrofida yoki undan kam bo'lishi kutilmoqda, deyilgan xabar.